Sizlar, bugun bizda proshivka bilan ish. Proshivka ko'rib turganingizlarga Xalq Lacetti 1.8 avtomobilniki. Yonimizga motorisiga murojaat qilishga zaglushkasi qo'yib yuborgandan keyin ventilyator tekshiramiz deyishganda ventilyator o'chmagan. Endi bunga sabab termostat deb o'ylab termostat ochib ko'rishgan, lekin termostat joyida bo'lgan. Biz proshivkaga taxmin qildik, taxminimiz to'g'riligi. Mana hozir bizda bu sravnit qilib qo'yilgan, ya'ni ikkita proshivkani bir-biriga solishtirilganda standart zavodskiy proshivka bilan mashinadan o'zidan чтение qilgan proshivkamiz temperaturani низкий скорость yonishi 85 gradusga qo'yilgan, uchishi 80 gradusga qo'yilgan. Termostat 87 gradusga ochishni boshlashini hisobga oladigan bo'lsa, temperaturamiz 87 dan pasaymaydi. Bu degani ventilyatorlarimiz постоянно ishlab turadi degani. Bu xato holat, zavodskiy holatda ko'rib turganlaringizki 98 da ishlaydi, 95 da o'chadi. Endi высокий скорость ko'taradigan bo'lsa, высокий скорость начальный yonish 90 gradus, uchishi 87 gradus. Bular xato ishlar, chunki temperatura 90 gradus atrofida постоянно holatda turishi kerak. Ya'ni 96 ga 93 qilinsa 1.8 motorda ventilyator yaxshi o'chib ishlaydi, temperatura yuqorilanib ketmaydi. Высокий скоростda 100 ga 97 qilinsa 3 gradus bo'lib effektivroq holat bo'ladi. Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring do'stlar. Obuna bo'linglar, do'stlarga jo'natib qo'ying, like va komment bilan qo'llab-quvvatlab turinglar.